Xo'p, keyingi obyektimiz Yunusobod Malika bozori orqasida Novostroyka 8 qavatli uyi 2-qavati. 3 xona, razdelniy. Tak, bu mana koridorni ko'rdingiz, sanuzeli. Uyimiz ipotekaga ham to'g'ri kelyapti. Narxi $136,000. Menimcha, bu juda ham zo'r narx uy qidirib yurganlar uchun. Garderobniy. Uyimizning barcha jihozlari o'zining joyida qolyapti. Skvoznoy planirovka, bu yoqda ham oynasi bor. Bu yoqda ham oynasi bor. Shamol aylanishi yaxshi. Xo'p, uyimiz faizli. Uy egalariga pul juda ham zaruriyat bo'lganligi sababli uyimizni narxini ozgina arzonroq berishyapti. Bu mana shkaf, bu yerda ham barcha jihozlari qolyapti. Va 3-xona. 3-xona ham katta. Umuman xonalari katta. Bu yerda ham mebel, texnika, uydan hech nima olib chiqib ketilmaydi, barcha jihozlari qoladi. Uyimizning narxi $136,000. Ozgina kelishadigan joy bor. Ipotekaga ham to'g'ri keladi. Bizlarni kuzatinglar. Sizlar bilan uchi bolalar.